solib, hozir mana shuni endi yoqib ko'ramiz. Ana energetik. Salom hammaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Hozirgi paytda Instagram tarmog'ida juda ham ko'pchilik energetik ichmang deb juda ko'p video murojaat bilan chiqishdi. Videoni mana shu energetik tinimsiz ichib, siqilib depressiyada yurgan yigitchalarga yuborib qo'yinglar. Bilasizmi, aslida energetik ziyonmi, ziyon emasmi? Mana shu narsa haqida hech kim bir aniq javob ayta olmaydi. Haydovchilar charchab qolmasligi uchun energetik qabul qilishadi. Energetiklar esa tarkibida ko'p miqdorda shakar saqlaganligi uchun. Kecha bir xabar tarqaldi. Mashinada ertalabdan o'tirib energetik ichgan ekan. Undan keyin o'shani mazasi bo'lmay, keyin skoriy chaqiribdi. Mana shunaqa voqealar bo'lib ketibdi-da, keyin bir blogermi kim bilmayman, mana shu videoga olib, mana energetik ichmanglar, energetik ichuvdi, mazasi bo'lmay qoldi debdi. Aslida haqiqatmi bu? Balki bir kun oldin to'yib ovqat yegandir yoki bir aynigan ovqat yegan bo'lishi mumkin. To'yib ovqat yesa ham odam ertasi kunga hazm qila olmay mazasi bo'lmasligi mumkin. Balki kechasi bilan bukib ichib ertalab bosh og'riqda ichadigan bo'lishi ham mumkin shu energetikda. Buni sababi aytilmayapti. Faqat shu energetikdan bo'ldi deyilyapti. Men bu gapim bilan energetik yaxshi, undan bo'lmagan demoqchi emasman. Flash ichadiganlarga. Tavsiya eting flash ichadiganlarga. Nima bo'ldi jigar yo'llaringiz? Hozir sizlarga bir narsani isbotlab beraman. Mana shu internetda, Instagramda bir inson energetik, mana O'zbekistonda flash ichiladi-ku, mana shu flashni olib yerga to'kib yoqqan. U yongan. Energetik ichimligi benzinday yonyapti. Ana energetik. Aslida shu haqiqatmi? Men sizlarga hozir mana shuni isbotlab bermoqchiman. Ataylab magazinga borib, o'zim o'sha flashni yaqdekkina gazli bo'lib turganidan olib keldim. Mana sizlarga hozir mana o'sha flash ko'ryapsiz-a? Hozir mana shuni yoqib ko'ramiz. Yoqib ko'rganimizda yonmasa, o'sha video fake xabar bo'ladi, to'g'risi. Mana buni qo'yamiz. Buni yoqib ko'rish uchun ataylab tarelka olib keldim. Tarelkaga solib, zajgalka bilan yoqamiz. Agar yonmasa, haqiqatan ham o'sha Instagramdagi video fake bo'ladi. Va aslida energetik ichadiganlar buni ko'p milliardda ichvarganini hisobiga mazasi bo'lmay qolyapti. Bu narsa aslida to'g'ri ziyon, ko'p ichsa ziyon. Hamma narsani ham milliardda ichish kerak. Men shunaqa deb fikrlayman, to'g'risi. Men ham o'zim ham kam ichib turaman. Misol uchun bir haftada bir marta kechasi bilan uxlamay qolsam, ana kuni kechasi bilan bitta videoda montaj qilib chiqdim. Ertalab ishga borganimdan keyin bitta ichdim mana shu narsani. Chunki qaniydir menga quvvat olib keldi. Yaxshi nasrlar bilan ishladim keyin. Kelinglar hozir mana shu flashni yoqamiz. Haqiqatan ham. Mana ochilmagan mana. Biz mana haqiqiy original ko'rsatishim mumkin sizlarga. Mana hozir sotib olib kelyapman. 11-oygacha sababi bor ekan. Bo'ldi. Mana ishdi. Mana ishdim demoqchi edim. Mana ochdim. Endi buni mana bunday solamiz. Ko'ryapsiz? Solib, hozir mana shuni endi yoqib ko'ramiz. Yonadimi, yonmaydimi? Yonib ketsa haqiqatan. Qani yonadigan? Xohlasangiz kamerani oldimga olib kelib ko'rsataman. Mana. Qani yonadigan? Qani yonadigan? Mana sveji gazlangan flash ichimligi. Qani yonmayapti-ku? Mana. Hali yonyapti. Nimaga fake xabar tarqatishyapti bunaqa qilib? Nima maqsadda? Nima kerak bu narsalar? Bilasizmi, o'zbek xalqimiz juda vahmakash bo'lib qolgan. Shuni hisobiga mana shunaqangi har xil fake xabarlar chiqib ketaveradi. Men sizlarga aytib qo'yay, flashni iching yoki ichmang, u o'zingizga xohishingiz. Lekin men shuni bilamanki, o'zi ikkita ichsangiz bir kunga ko'nglingiz aynishni boshlaydi. Bir xil aytadi, 4 ta ichibdi deydi. Kecha yana bitta xabarda aytayapti, 6 ta ichibdi deyapti. Choyxonada jo'ralari bilan garalashib, 6 ta ichib, mazasi bo'lmay qolibdi deyapti-da. Unda kim aybdor? Flash aybdormi shundayda yoki o'sha gara o'ynaydigan odamni o'zimi? O'zbekistonlik yigit 6 ta energetikni birdaniga ichib vafot etdi. Kolani juda ham ko'p tanqid qilishadi. Butun dunyo tanqid qiladi.
Lekin men O'zbekistonda mana shu koladan o'lib qoldi degan odamni haligacha eshitmaganman. Hozir sizlarga juda ham ko'p video to'plamchalarini yig'ib qo'yganman. Odamlarning fikri mana shu narsalar haqida, doktorlar gapirgan, shu energetik ichish ziyon deb. Men hozir shu videoni qo'yib berishdan oldin bitta narsani aytmoqchiman-da. Har kimni o'zini nafsi yeydi aytib qo'yay. Nafs yomon narsa. Shuning uchun nafsni yeb yurish kerak. Men flash ichishni yoki ichmaslikni tavsiya berolmayman. O'zimni fikrimni aytib o'tib ketyapman. Shu internetda ko'radigan videolarimga va bitta odam mazasi bo'lmay unday qilib yotib shunimni ko'rsatyapti-da, mana energetik ichmanglar, flash ichmanglar, bu mana shunaqa qilib qo'yadi deyapti. Shuning uchun do'stlar, har kimda o'ziga bog'liq. Nafsni tiyish kerak birinchi o'rinda, undan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu videoyimizni kommentariyasiga mana shu energetiklar haqida ozgina bo'lsa ham o'zingizni fikringizni aytib o'tib ketavering bemalol. Ziyonini yoki ziyonmasligini mana shu kommentariyani bitta o'qib chiqyapman. Men taksida yurgan paytlarim mana shu energetikdan bir kunga bitta ichardim. Nimaga bilasizmi? Mashinada yurgan odam bor-ku, charchab qoladi. Hamma narsaga e'tibor berib yurganini hisobiga miya ham charchaydi, o'tiraverganini hisobiga mana shu energetik ichadi. Ko'p taksistlar bilaman energetikni ichadi. Men marta gapirganimdan ko'ra bir marta o'zlaring ko'rganlaring ma'qul. Albatta videolarni ko'ringlar va o'zingiz xulosa chiqarib kommentariy yozasizlar degan umiddaman yana. Ko'ryapsizlar, ertalabdan energetik ichib yotibdi, men bu yerlarga tushib, basharalari qon bo'lib, mazasi qochib qoldi. Sudurga berdi, Oskor chaqirdi, kelyapti. Hamma energetik ichadiganlarga tashlab qo'yinglar shu videoni. Energetik ertalabdan vashsha ichmanglar. Qo'lmana ko'ryapsizlarmi, bola sudurga berib o'lib qoldi, sal qolsa. O'shanga energetik ichadiganlarga hammasiga tashlab qo'yinglar mana shu videoni. Energetik ichmanglar. Bironta yaqiningiz mana shu energetikdan o'ldimi? O'lmadi-yu, lekin banisiga yotganini ikkitasini bilaman. Bitta yaqinimiz o'ldilar-ku. Ha, to'g'ri. Endi unda muammolari ham bor edi, plus bu qo'shilgan. Me'yordan ortiq ichish o'ldiradi. Yaqinda mana kecha choyxonada bolalar bilan gaplashib o'tirdim. Mendan kichkina bola yarmi ishlamay qolibdi. Miyasiga qon quyilib, nima sababdan baribir nimagadir nima sabab bo'ladi, sabablar dunyosidamiz. Shu ko'p energetik ichardi, 4talab kuniga ham ichardi deyapti. Rulda ketayotgan joyida shappa yarmi ishlamay, anaqa miya ham ishlamay qolibdi. Hozir miyani 3dan bir qismi ishlayapti deganda, hech gapira olmayotgan ekan. Yosh bola, mendan kichkina bola. Xullas, hamma narsani me'yori bor. Mayli bir haftada bir iching, uzoq iching, lekin hech qachon kuniga har kuni ichmang, har kuni 2 talab ham ichmang. Kuniga 3 talab ichdingizmi, o'sha Alloh saqlasa, siz qilla ustidasiz. Energetik ichadigan tanishlaringizga tarqatib qo'yma, o'zim ko'zim bilan ko'rgan narsani aytolman. O'lib ketmang jigar. Energetik ichib o'lib qolibdi. Yoshlar energetik umuman ichmaylar. Da ming afsus, hozirgi yoshlarimiz juda ko'pchiligi energetik ichib, sog'ligini yo'qotib, oxir oqibatda xuddi mana shu yigitday nobud bo'lishmoqda. Va bu videoni energetik ichadigan do'stlaringga yuborib qo'yinglar. Ey yoshlar, sizlarga nima bo'lyapti? Yo yuraklaring urmay qo'ydimi? Yo qon bosimlaring tushib ketdimi? Hozirgi yoshlarga qarasalaring, shunday bir nozik xilqat sochlarni o'stirib olgan. Bir qo'lda energetik, ikkinchi qo'lda sigaret. Hayotdan siqilgan, depressda, stressda. Buyog'ini so'rasang, hali uylanmagan, hali bitta ikkita bolani tug'dirib qo'ygan joyi yo'q. Hali pampers yoki kashat toshib yotgan joyi yo'q. Otasining davrida maza qilib yashab yurgan yigitlar. Sizlarga nima bo'lyapti? Bir sport bilan shug'ullanib, bilmayman, ertaga vatan sizlarning qo'llaringda qolib ketsa nima bo'ladi? Soldatlarning kiyimini kiyib, bir gala sumbul yigitlar nozikana arojani ko'tara olmay, qiyinchilikda shunday bir xuddi kasalman insonlarga o'xshab turasizlarmi? Bardam baquvvat bo'lsalaring-chi, sizlarga ishonib turibmiz yoshlar. Bu videoni ana shu energetik tinimsiz ichib, siqilib depressda yurgan yigitchalarga yuborib qo'yinglar. Bularga shunday maslahat berasan, hozir kommentariyani to'ldirib taylaydi negativga. Sizga nima aka? Hayot bizniki-ku, biz siqilib yuramiz-ku. Bunday ham qo'yishadi soch. Tavba qildim. Tushunib bo'lmaydi yigitlarga.
energetik ichimliklarni iste'mol qilish, tarkibida shakar miqdori juda ham ko'p bo'lgan ichimliklarni yoki gazlangan mahsulotlarni, ichimliklarni iste'mol qilish. Organizm qachonki agar energetik ichimlik iste'mol qilganidan keyin ma'lum bir vaqt davomida o'zini tetik his qiladi. 1 soat davomida o'zini tetik his qilganligi hisobiga ko'pchilik energetiklar foyda beradi yoki ayrim shoferlar bo'lishi mumkin, haydovchilar charchab qolmasligi uchun energetik qabul qilishadi. Energetiklar esa tarkibida ko'p miqdorda shakar saqlaganligi uchun u organizmda yurak qon tomir sistemasiga ta'sir qilib, ateroskleroz degan kasallikka sababchi bo'lishi mumkin. Shunda mayda qon tomirlar agar yurakning mayda qon tomirlarida aterosklerotik plakchalar paydo bo'ladigan bo'lsa, u qon tomirni bekilib qolishiga, hattoki yurakning infarkt degan kasalligigacha sabab bo'lishi mumkin. Hozir bitta mo'jiza ko'rsataman. Mana bu demak bizni yuragimiz, ehodagi ko'rinishi. Bu yurak tasavvur qilinglar, umuman to'xtamasdan urib turadi. Butun hayotimiz davomida 100 yil yashasak 100 yil, 90 yil yashasak 90 yil. Endi bu yurakni tezroq to'xtatmoqchi bo'lsangiz, energetik iching, katta vazn yig'ing, umuman harakatlanishda kam harakatli holatga o'ting. Agar ko'proq urishini ko'proq davomiy bo'lishini, ko'proq yashashni xohlasangiz, mana bu yurak urib turishini xohlasangiz, yuring, shunchaki yuring. Meni bitta yaqin o'rtog'imni ukasi, o'zini radnoy ukasi 2008-yilda tug'ilgan bola vafot etdi. O'ldi bu bola. Buni sababi nima deydigan bo'lsalar, har kuni shu kimlardir ichib yuradi energetik tariqasdan. Bola kuniga bitta, ikkitalab energetik ichib yurgan. Bu murojaatim ko'proq yoshlarga tegishli. Xo'p, agar kelajakda siz insult, infarkt yoki bo'lmasam qandli diabet bo'lish xohlasangiz, to'satdan yurak yetishmovchiligidan o'limingizni xohlasangiz, mana shu ishingizni davom ettiravering. Ya'ni kuniga energetik iching, bitta emas, ikkita, uchtalab iching. Shunda zo'r bo'ladi. O'sha men aytgan yuqoridagi kasalliklar tez orada sizga yetib keladi. Men hayron qolaman. Bizani bilmadim, xalqimiz qanaqa xalq. Mana shu energetik ichishingiz sizni og'ir ahvolga tushishingiz, bir kasallik orttirishingiz, xo'p, yurak kasalligiga uchrashingiz, keyinchalik bir nogiron bo'lib qolishingizga nahotki bir shu loyiq shu energetik ichishingiz. Mana kechagina bo'lgan voqea, bemor kelyapti, qo'rquv xavotiri bor. Esingizdan chiqarmanglar, energetik qo'rquv xavotir ham chaqiradi. Ko'p miqdorda ichish adrenalinni oshiradi, simpatadrenal sistemani aktivlashtirib, qo'rquv xavotirga moyil qilib qo'yadi. Bu mayli qo'rquv xavotir. Lekin yomoni yurak qon tomir sistemasiga bo'lgan nagruzka. Yurak gipertrofiyaga uchrab ketgan, ya'ni kengayib ketgan, qalinlashgan devorlari. Shuni hisobiga ishemik zonalar paydo bo'lyapti. 29 yoshmi, 28 yosh bemor. Mana sizga har kuni ikkitami, uchtalab energetik ichar ekan. Bo'lmaganda bitta ichar ekan. Tushunyapsizmi? Shu odatga aylangan ekan. Mana shunaqa yoshlar juda ko'p. Shu videoni shu yoshlarga, shunaqa energetik xo'r yoshlarga yuborib qo'yinglar. Arzimaydi, baraka topkor arzimaydi. Sizni ertaga nogiron bo'lib qolib, Xudo ko'rsatmasin, o'lib ketishingizga arzimaydi energetik. To'xtating. Ichmang. Yosh kattalarda ham bor shunaqani, 40-45 yosh atrofida ko'raman. Ko'tarib ichib yuradi, baraka topkor. Yomon bo'ladi. Ayniqsa yurak qon tomir sistemasi, infarkt xavfini, insult xavfini, qandli diabet xavfini keskin oshirib yuboradi. Shuni yuborib qo'yinglar, iltimos, shuni bir nazoratga olish kerak. O'zingizlar nazoratga olib, nafsiylarni tiymasanglar, yuraverasizlar doktor. Sog' bo'linglar, juma ayyominglar muborak bo'lsin. Ana energetik. Ko'pchilik yoshlar sevib iste'mol qiladigan energetikni ahvoli mana jigarni kecha soluvdik. 12 soat ichida mana shu ahvolga kelib qoldi jigar. Abdal chiqqan, jigardan na ma'no bor, na rangi bor, buni shishib ketgan. Bundan keyin agar iste'mol qilsa agar yana bilmadim lekin. Mana qaranglar o'rtoqlar, shu odamlar mana shu energetik kompaniyasidan kerak bo'lsa millionlab dollar pul olgan reklamasi uchun, lekin mana shu reklamasi uchun ham hatto 1-2 qultum ichib qo'yishga rozi emas. E'tibor bergan bo'lsanglar, energetik idishini ichiga oddiy suv quyib olgan. Endi o'sha odamlarning yonida 1-2 qultum ichib qo'yishadi, bo'ldi.
Mana shu narsa bularga millionlab dollar pul olib keladi, lekin 1-2 qultum ichib qo'yishga ham rozi emas. O'rtoqlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, gap nima haqida ekanligini tushundinglar deb o'ylayman. Hurmatli yoshlar, energetik ichmang. Iltimos qilib qo'yaman, ichmang o'shani. Energetik ichmang. Chunki 2 oy oldin ichib, 3 ta ichib, hozirgacha balansaga o'tibdi. Men videosini qo'yib qo'yaman. Uni ko'ring. Bu yomon narsa energetik. Tavsiya qilmaymiz, ichmang. Uni qiynalganini hech kim berav ko'rmayapti. Shuni aytdiki, aka dedi. Shuni videoga chiqib ayting, shu energetik ichmasin. Men qiynalganimda boshqa odam qiynalmasin deyapti. Iltimos qilib qo'yamiz. Energetik ijodkorlarga yuborib qo'yaylik. Energetikni rosa ko'p ichganligi uchun 20 yoshli ukamizni ikkita buyragi ishlamay qolibdi. Qaranglar, meni bansaga chaqirishdi. Men o'zim operatsiya bo'lganman, Hindistonda buyrak almashtirganman. O'sha bolani ham iloji yo'q, operatsiya qilish kerak ekan, ikkita buyrak ishlamay qolgan. Faqat operatsiyadan qo'rqyapti ekan. Shuni meni kelib, "Men ham operatsiya bo'lganman, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz" deb sal ko'nglini xotirjam qilib qo'ying deb meni chaqirdi doktor. Bordim, o'sha joyda ota-onasi bilan gaplashdim. Eng achinarlisi o'zi bir dona o'g'il ekan. O'zi sartarosh ekan, kuniga 3 tagacha energetik ichardi ekan. Rosa o'rganib qolgan ekan. Sartaroshxonasining yonida do'kon bo'lgan, shu do'kondan kuniga 2-3 tadan doimiy ravishda 2-3 yildan beri ichib kelar ekan. Oxir ilkisidan 2 ta buyragi ishlamay qolibdi. Men o'zimda ham xuddi shu narsa boshimdan o'tgan. Oldin operatsiya bo'lmasimdan oldin Pepsini rosa ko'p ichardim. Mashinamda doimiy yuradigan bo'lib qolgan. Akalarim, yaqinlar bu narsa zarar, ko'p ichmagin bu narsani desa, xo'p deb eshitib yana baribir ichaverardim. Aynan men shu gazli ichimliklardan demoqchi emasman, bu narsa peshonamizga yozgan, taqdirimizda bo'lgan, ko'rganmiz, lekin baribir bitta sabab bo'lishi mumkin. O'shaning uchun o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Iloji bo'lsa gazli ichimliklardan butunlay voz kechinglar. Farzandlaringga olib bermanglar. Bu darrov bo'lmasa ham doimiy ravishda ichib yuriladigan bo'lsa, albatta sog'likka zarar yetkazadi. Mana o'sha 20 yoshli ukamizni ota-onasi yig'layapti. Iloji yo'q, buyrak berish kerak, almashtirish kerak, qo'rqyapti ekan. Menga 4 yildan o'tdi, endi umrimizdan bor ekan yashayapmiz, lekin men o'zim ham o'rtoqlarimga ham, shogirdlarimga ham rosa ko'p ichadi, aytaman, xo'p deydi, lekin baribir ichishaveradi. Sabab bizda ham xuddi shu narsa bo'lganda, lekin afsuslanib qolmanglar. Men ichmay qo'yganman, taqiqlab qo'ygan, endi o'zi poznada, endi operatsiya bo'ldim, endi ichmayapmiz-ku, lekin o'zi kech bo'lgan. O'shaning uchun sizlardan iltimos, bunaqa narsalardan voz kechinglar. Rosa ko'p energetik ichadigan do'stlaring bo'lsa, shu videoni tashab qo'yinglar, bunaqa narsalarni darrov ichishni to'xtatsin. Baribir bir kun sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin. Flash ichadiganlarga. Tavsiya eting, flash ichadiganlarga. Flash ichmaylar. Nima bo'ldi jigar yo'llaringiz? Yo'q, men 3 yildan beri ichardim. Kuniga 3 ta 4 ta qishda ham ichardim. Jigari polni yiring bosib ketgan. Hozir tozaladim. Ko'rdingizda, keyin jigar ichidagi yiringlarni hammasini tozalab chiqdi. Mana 4 ta flash ichganlar o'tgan kun. Shunaqa bo'lganmi? Tunda ichardim, xuddi flash ichmasam, tuzi yo'q ovqatga o'xshardi-da og'zim. Bu hayotga saqlab qoldik hozir. Bugun qon suyib ketgan, jigar отказ qilishni boshlagan, operatsiya qilamizmi, qilmaymizmi degan katta savol ostida turibdi. Hozir prezentatsiya qildilar. Flash ichganman kuniga 4 ta dedi. Hozir ko'rsam jigari ichi polni yiring bosib ketgan, keyin men ko'rdilar, yiringlab yotgan jigar ichini hammasini tozalab, mana burnlariga zond qo'yib qo'ydik, yuvilish. Mana do'stlar, o'zlaring videoni ko'rdilaring, albatta like, podpiska bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.